Uchta go'sht, ikkita ovocnoy. Nechta bo'ladi? Mazza qilib yeyman. Somsasi zo'rda. Mehribonu? Qo'lim Nazir aka. Nima qilsam bu yerda? Makiyaj qildirganni ko'rdim. Shu yerdami? Jillarimsiz ishlayapman, ko'rmayapsizmi? Ha. Ko'rdingmi? O'sha payt sevgimizga xiyonat qilgansan. Boshqatdan gapiring, tuplab tashladingiz. Qarochi xiyonat qilgansan. Sizga tushuntirib bera olmayman. O'sha payt menga pul kerak edi. Hozir kimsan? Sinibsan-ku. Xohlasangiz uyingizga borib ham yopib beramiz. Tovli, kartoshkali, sixli, yuraychaliklari ham bor. Men bu bolani gaplashyapsan. Klient bo'lgandan keyin gaplashaman deb, siz nimani rashk qilyapsiz? Chetga o't gap bor. Nima gapingiz bor edi? Ikkita somsa olib kelib ber. To'xta. Meni hali yaxshi ko'rasanmi? Hammasini boshdan boshlaymiz. Bo'shaysan bu yerda. Hammasi siz o'ylaganchalik oson emas. Xo'jayin bilan bog'liq, muammolarim ham bor. Xo'jayinim bilan o'zim gaplashaman, chaqir. So'raganmidingiz Okalabek? Bugundan boshlab bu qiz bu yerda ishlamaydi. Mayli-ku, bu qizni mendan qarzi bor, o'shaning shu yerda ishlayapti. Bo'ldi, qancha qarzi bo'lsa men beraman. Gap yo'q-e. Sizniki yaxshi odamni qo'yganmi? O'zi ham 5 yil qiynalib ketgandi. 70 ming qarzi bor. 70 ming dollarda. Senden sadece dikkat istedim. İstedim sevilen olum yolunu gör. 2 oy sabr qilib turgan, olib ketaman. Qo'lingiz yetmasa nima yarlisiz? Shuncha pulni nima qilding? Haq ishlatish mumkin, ha? Kosmetologiya ochuvdim, o'sha yopilib ketdi. Voy ahmoq, endi sabr qil. Xo'p, faqatdan 10 ming tashab ketding, 60 ming qoladi. Voy jinnimisan, xo'jayining bo'lib olmaydi, gapingga javob. Olanglar, ishonmayman. Olmaydi. Voy cho'chib qoladi. Voy qalam shu odam qolmabdi, yo'qol ko'zim ko'rinma. Qo'limga tashab ketyapmi? Olib ketaman, to'y qilamiz, keyin masalan malikani deyapsan. I keep a picture in the wall and like you. Take a look at my girlfriend.